Assalomu alaykum jigarlar, qalaysizlar, turibsizlar, yaxshimisizlar? Hechdan ko'ra kech bolalar, ming bor uzr. Maksimal darajada harakat qildim, hozir klinikadan qaytib keldim. Tezroq video analiz tashlab qo'yay, balki ertaga sizlarga foydasi tegib qolishi mumkin. Endi bizlarning birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bo'ladi, har doimgidek kulli yo'nalish ovlash. O'zi kulli yo'nalish bizda mana bu yerda nima uchun qaytyapti? Sababi bizda breakout zona bor. O'sha qaytaryapti. Xo'p, breakout zonani tortib oldik. Ya'ni support breakout zonani tortib oldik. Siz ko'rib turgan bo'lsanglar, katta ob'yomdagi support bizda proboy bo'lgan, narx kelib bir marta ishlab berdi, ikkinchi marta ham ishlab berish ehtimoli yuqori. Ishlab berdi ham уже. Endi bunaqa holatda qanaqa savdo qilish kerak? Xo'p, bizani birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bo'ladi. 4 soatlik o'tib olamiz. 4 soatlikda ham ko'radigan bo'lsanglar, bu yerda bizda juda katta, bu yerda bizda SND holat tashlab ketgan. Ya'ni qachonki zonaga chiqib borsagina biza mana zonani buzmaguncha, ya'ni sell olsak bo'ladi va bizada bu yerda SND dan narx reaksiya olib, dalshi ozgina reaksiya oldi mana bu yerda. Xo'p, endi bizaga 1 soatlik time frame kerak bo'ladi. Ya'ni pozitsiya ochish uchun. 1 soatlik time frame'da ko'rib turgan bo'lsanglar, bolalar, mana bu kulli zonamizning ichida narx qaytda nazorat hosil qilib beradi. Qachonki mana shu zonaga chiqsa, yana pozitsiya ochsa bo'ladi, to mana shu zonani buzmaguncha ishlasa bo'ladi. Va bizda pastda support bor. Mana shu minimumdan biza ozgina scalp buy kirib ko'rsak bo'ladi va bu yerda bizda yana reaksiya oladigan zonalarimiz bor. Ya'ni bizda bitta buy zonamiz bor. Shu atrof, qaysi atrof? 4800 atrofi ekan. 4800 4788 va mana bu 4774 4762. Mana shu ikkita zona bizda uzoq muddatli emas. Asosan scalping, ya'ni 50 pips 100 pips ishlab olib bozordan chiqib ketsa bo'ladi va bu zonamiz bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.